Ahadjonni sexida akalar qaranglar 100 kilodan oshiq odamlarni ham bunaqangi temratib tashlaydigan belanchaklarda yasab qo'yibdi. Va undan tashqari akalar suri deysizlarmi? Darvozalarni zo'ridan mana. Eng qizig'i o'zimizning kanalimizni ko'pchilik qiziqtirgan qo'yxonalarni ham qolasalar 2 taligi, 3 taligi, 10 talik, 15 talik deysizlarmi? Qizig'i yo'q akalar. Ahadjonga bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa sifatli qilib bitkizib berishadi. Lekin mana bu belanchagimizni xudo xolasa yomon qilibsiz Ahadjon. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ahadjon, sonlaringiz yaxshimi? Yaxshimisiz, zo'msiz? Rahmat. Akalar, manzilimizni qaytarib o'tib ketamiz. Namangan viloyati 3 tumani Jidagaba qishlog'idamiz. Sanoat zonasini orqa tomonidamiz. Xudo xolasa sizlarga darvoza deysizlarmi, suri, belanchak, qo'yxona deysizlarmi? Mana o'zlari aka-ukalar o'rtoqlari bilan birgalikda sexda faoliyat yurgizishib, xalqimizga shunaqangi chiroyli narsalarni qilib kelishyapti. Eng qiziq tomonidan biri akalar ishonchli. Misol uchun boshida birinchi qo'l ham haligiga katta zaklad berish shart emas. Misol uchun darvoza zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, misol yengil zakladini berasizda, faoliyat boshlanaveradi. Ish boshlanaveradi. Hali zakladni olib qo'yib, cho'zib, aqa-baqa qilinmaydi. Yo'q, unaqa qochib ketish, telefon nomasidan, unaqa 24 soat telefon ishlaydi. Yarim kecha 3mi, 2mi, 1mi telefon qilaverasizlar. Internetdan ham, WhatsApp, Telegram hamma yo'q ishlaydi 24 soat bizga. Yashang, otangizga rahmat. Endi Ahadjon, ana shu qo'yxonadan boshlab narigi tomondan kelaylikmikan yo bu tomondan ketaylikmikan? Qo'yxonadan boshlasa yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Ketdik. Bir boshdan boshlaymiz. Obunachilarimiz sizlardan bitta iltimos, laykni tirsillatib qo'yasizlar. Mana bunaqangi darvoza deysizlarmi, qo'yxona deysizlarmi? Mana shu Ahadjon ukamiz chiroyli qilib yasayapti. Darvozamiz ham yangilik darvozalarimiz. Hozir obzor qilamiz akalar. Qisqacha ma'lumotini bersak. Assalomu alaykum Jasur aka, podpischiklarimizga avvalo salom berib qo'yaylik. Hurmatli podpischilar, sizlarga xudo xolasa mana shu Jasur akamning orqasida chiroyli darvoza, qo'yqo'ra, kachilar, so'rilarni yetkazib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Uyaltirmaymiz xudo xolasa Jasur akamni. Jasur aka, bu qo'yqo'ramizga keladigan bo'lsak, bunisi 3 tali bo'lgan aka. 3 tali qo'yqo'ramiz, 3 tali. Eshiklar tepaga ochiladi. Mana shunday tayyor holatida 3 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz, tashlab beramiz. Dastavkasi kelishilgan holatda qilamiz endi, uzoqroq bo'lsa. Agar kichikroq qo'ylar bo'lsa, ikkitadan ham sig'arar ekan. Sig'adi, mana o'ttalari olinadi, o'ttalari. O'ttalarini olsa, o'pshi ham bo'ladi, o'ttalar mana. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta ham shurplab qo'yilgan endi. Shuni ikkalasini olib qo'ysa, o'pshi bo'ladi. Razmeri nechiga bilasizmi? Buni razmeri manaqasiga 250 ga 170 mi bo'lgan razmeri. Shunaqa pollari listovoy bo'lgan. Materiallari ham o'zgacha, konteyner emas bu.